Aziz haydovchilar, diqqat qiling. Endi siz Farg'ona viloyatining ayrim hududlarida 60 km tezlikka jarimaga tushmaysiz. Chunki Farg'ona viloyati Xalq deputatlari kengashining qarori bilan Farg'ona shahar aylanma yo'li 60 km tezlikdan 70 km tezlikka o'zgartirildi. Keyingisi, Beshbola qishloq avtomobil yo'lining 0 dan 4 km oralig'larida 60 km tezlikdan 70 km tezlikka o'zgartirildi. Navbatdagi hududimiz Sherdobod chorrahasidan Tantana chorrahasiga, Tantana chorrahasidan Farg'ona xalqaro aeroport chorrahasiga, Sherdobod chorrahasidan Beshbola MFY temir yo'l kesishmasigacha bo'lgan tezligimiz 60 edi, 70 km tezlikka o'zgartirildi. Buvayda tumanida esa Sirdaryo ko'prigidan Yangi qadam MFYgacha, Oltiariq tumanida Satkak aylanma harakatidan Qapchig'ay aylanma harakatigacha bo'lgan tezligimiz 100 km edi, 110 km/soatga o'zgartirildi. Faqatgina tezlik oshiribgina qolmay, ba'zi hududlarimizda tezlik cheklovlarini kamaytirish bo'yicha ham o'zgartirish kiritildi. Ushbu o'zgartirishlarni yo'l belgilari orqali aniqlab olishimiz mumkin bo'ladi. Bundan da qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang.